Bugungi darsimiz защита двух конец tur deb nomlanadi. Demak, boshladik. E4, E5, kon F3, kon C6, slon C4, kon F6. Shu holatda har doimgidek D4 yuradi. Y7, Y7 ga 0-0, 0-0 ga kon uradi Y4ga. Endi bu holatda kon uradi Y4ga, kon C3 yuryapti, ya'ni qurbonlik qilyapti. Agar hozir kon bilan uradigan bo'lsa, natijada ladyadan shoh E1dan, agar to'squradigan bo'lsa, urib yana shoh. Natijada pechka bitta yutib olyapti, ya'ni yutkizgan pechkasini qaytarib olyapti. Shu maqsadda kon C3 chiqqan. Lekin ot bilan emas, D4dagi pechka bilan DC qilib uryapti. Qoralar. Oqlar yana qurbonlik holatiga olib kelyapti. Slon uradi F7 shoh, korol uradi F7, ferz D5 yana shoh, korol E8ga qochyapti. Ladya E1dan ochmas holatiga olib kelyapti. Va bu holatda slon E7 bilan shohni oldini olyapti va ladya E4, D6, ya'ni bu holatda slonni F5 ga qo'yib ladyaga hujum qilmoqchi. Bu holatda slon G5 yurib ikkilashib hujum qilyapti. Bu holatda CB, ladya A'dagi E1ga yuryapti. Ladya F8, slon E7dan urib slonni uryapti. Bu holatda ferz bilan urib bo'lmaydi. Albatta kon E7, kon E7ga kon D4 yuryapti. Bu holatda C5 otga hujum. Ferz H5dan shoh, G6 bilan to'sadigan bo'lsa agar, H7ni urib yana ham hujum kuchayib ketadi. Shuning uchun korol D7ga qochyapti. Ferz G4dan shoh, korol C7ga qochyapti. Ladya E7dagi otni urib yana shoh, majbur ferz bilan uryapti. Ladya yana E7dagi ferzni urib yana shoh holatiga olib kelyapti. Ferz G4dan korol D8 ga yurgandan keyin ferz G5 ga yuryapti. Ya'ni himoya qilyapti va ochib shoh bermoqchi. Bu holatda H6 yurib ferzga hujum, ochib shoh bersa urib yubormoqchi va savol tug'iladi, nimaga qoralar B8 ga H6 yurmasdan B2dagini ferzga chiqib shoh bersa nima bo'lardi? Agar shoh bersa, ladya E1ni to'sib, ferzi orqali shoh bo'lyapti. Natijada shoh qochgan taqdirda qayoqqadir bu ketardi. Ya'ni B1dagi ferzini urib ketishi mumkin edi. Shuning uchun ferzga chiqmasdan paytini poyladi. Shuning uchun H6 yurib qo'ya qoldi va ferzga chiqib ketishini oldini olib shoh beryapti ferzdan, ya'ni ladya B7 shoh ferz orqali
HG pechga urib, kon S6dan shoh, ladya borligi uchun tepaga yurolmaydi E7ga. Korol E8ga qochdi va ladya E7dan mot holatga kelyapti. Bu partiyamiz 22 xotlik, 1 dan 22 gacha nomerlarni yozib, raqamlarini ustun shaklida yozamiz va to'liq qilib yozamiz. Yana bir eslatma, pechkalar urayotganda DSmi yoki ABmi, BSmi shuni to'liq yozishga harakat qiling. Bunaqa haligi har xil bo'lib qilib yozmang. Misol uchun D4da urayotgan bo'lsa, misol uchun SDga pechka SD qilib yozamiz. Korolda to'liq KR qilib yozing, K qilib yozmang. O'zingizni ham, keyin meni ham chalg'itib qo'yapsiz. Daftarga to'liq shaklda yozing aytganimdek. Shuni yodlaymiz, takrorlaymiz, daftarga qaramasdan aytamiz. Bugungi darslik shu.